Spanligini turib topib qo'ydim. 3 komplekt, bitta ko'rsataman hammasini bir boshdan. Assalomu alaykum hammalarga arziydi YouTube kanalim obunachilari. Birinchi spanli garniturimizni mana bitta ko'raverasiz. Mana bunda. Mana kapalak gulliklari bor. Uni trimo tumbalarigacha bor. Yangi matras qo'yilgan. Buni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 4.200.000 so'm. Mana shu komplektimizning narxi 4.200.000 so'm. Keyingisi mana bunisi bo'ladi. 3 ta nasib bor, mana bunisi bor mana. Mana bir de ko'ring. Bunisi 4 million so'm. Bunisi 4 million so'm. Bir de ko'ring. 4 million so'm, bunisi 4.200.000 so'm. Endi hop, keyingilari bor. Bitta Malibu fasonlilari bor edi. Mana. Arzon komplekt. Bitta ko'ring, buni ham sostoyanasini. Hop, endi buni shkafi bor, bunaqa eshikli, kapalayli. Buni ham holatlari yaxshi, bir polka, vishilkalari ham joy-joyida. Ichlarni ham bitta ko'rsatib beraman, ochib, narigilar ko'rsatmadim. Mana. Ko'raverasiz buni ham. Endi bu tarafini. Hoppa. Mana. Hop. Buni narxiga keladigan bo'lsak, mana tremosi ham bor. Hop, buni narxi 4.500.000 so'm. Mana shu komplekt narxi 4.500.000 so'm, tumba-pumbalari bilan hamma yo'g'i bor. Endi bitta stenkamiz bor ekan, qarashni ro'parasida seriyasi bor ekan. Akam ro'paradagi stenka nesi pul? Ash ro'paradagi stenkamiz 1 million so'm. Mana unisi. 1.5 millionga beradi. Bunisi 1.5 million so'm ekan. Ha. 1ga, 2ga, 2ga, 3ga bo'linadi. 3ga bo'linar ekan. Xo'p, bular ham bo'linadi mana. Mana ishdan alohida. Qatarilmaydi hatto. Ha. Alohida bo'lib bo'linadi. Qoshini qatirib olishadi. Qoshini qatirib olish kerak ekan. Ha, bu butun. Bu qoshi pastayib bo'linadi. Bo'ldi. Buni narxi 1.500.000 so'm. Kommentariyada yozib ketinglar, arziydi. Keyin aka deysiz kim shkafcha bilan mana ishsiz necha pul? Buni 500 mingga beradi. Ikkovsini. Yo'q, uchovsini, mana tommasi bor. Ha, mana unisini. Mana uni top qo'ygan ekan. Taylarni ham qog'ozda qo'yibdi. Bunisi hammasi 500 ming. Bunisi ham. Hammasi 500. Shkafi ham 500 ming so'm. Arzon qidirib yurganlarga bemalol aloqa chiqarasizlar mana. Arziydi, men uni kommentariyada yozib ketinglar. Aka devan nesi pul? Devan bo'lishni aytaymi? Ha. 800 ming so'm bu devan. Shunga qiziq bo'lasiz. Nargischi. Bu ham 800 ming so'm. Bemalol kommentariyada yozib ketaverasiz. Ha, bunisining tagi bu displey sondiqli. Bunisining tagi Poprikali mana. Zavatskiy uni qanday ekanini ko'rasizlar. Stolchi aka. 6 tali. Qattiqki bu bilmayman. Ammo zo'r narsa ekan. Bu narx nechta pulda aka? Buni 800 ming so'm ekan. Xo'p. Mana shu narsalar bor ekan. Kimga qiziq bo'ladi desa bemalol aloqa chiqarasizlar. Kommentariyada yozib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Obuna bo'lib, do'stlarga tarqatib berishingiz chiqmasin.